hurmatli 9-sinf o'quvchilari va hurmatli jyuri a'zolarimiz, sizlarni bugungi musobaqada ko'rganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi bo'layotgan musobaqamiz sizlarni matematikaga bo'lgan qiziqishlarni hamda mantiqiy o'ylashga bo'lgan intilishlarni orttirish maqsadida uyushtiryapti. Sinf o'quvchisi Baxtiyorov Olimjon Yakubjonovich, kelajakdagi maqsadi shifokor bo'lish. 9-D sinf o'quvchisi Mirahimova Farangiz Bobomurodova, kelajakdagi maqsadi buxgalter. B sinf o'quvchisi Yuldashov Jasur Osmonshayxovich, kelajakdagi maqsadi IT programmist. Saidahmatova Diana Kamoljonova, kelajakdagi maqsadi IT programmist. 9-B sinf o'quvchisi Murodxonov A'zamxon Ismoilxonovich, kelajakdagi maqsadi pilot. Zehni darajasi yuqori, tez ko'paygan, aql bilan yechim topadigan jamoa. G'oyalar paydo bo'lib, muammolarni musobaqaga yetkazgan jamoa. Fikrlar to'lqini bilan aqlni hayratga qoldiradigan zikr. Savollar beriladi. Musobaqada yengish uchun berilgan savollarga aniq javob berishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob. Demak, ikkinchi guruhga 10 ball. Uchinchi guruhda javob berakan. Unda javobni ochamiz. To'g'ri. Qulfning soni 1. Demak, qulfning bahosi 1 ga teng ekan. Diqqat bilan tanaymiz, shoshib ketmaymiz. IQ teamda 5 ball, Brainstormda 15 ball. Demak, natijalar ko'ringan bo'lsa, hammamizga navbatni ikkinchi bosqichga bersak. Mana bizda qanday son 20, 30, 40 ballik. Savolni javob bersa, shu sotilgan balli bo'yicha ball qo'shiladi. Topolmay qolsa, sizlarda imkoniyat bor. Shu ballni yutib olishga. Eng ko'p narsa ikkita guruh misollarda 39 balldan, ya'ni ikkita guruh ham birga misol ishlaydi. Bitta-bittadan turib etamiz. Birinchi savol. Militsiya xodimlari qanday mashinani to'xtatmaydi? Mashina. Endi javobni ko'rsak. To'g'ri. İkinci bosqich bo'yicha IQ team 35 ball oldu. Brainstorm -10 ball. Mind Power 15 ball. O'quvchilar, keyingi shartga ko'chamiz. Ilk shartimiz zakovatli ataladi. Ya'ni bu shartda o'yin shartini diqqat bilan eshitamiz. Guruh a'zolari, o'yin shartini diqqat bilan eshiting. Hozir barcha komanda sardorlari baraban oldiga keladi. Birinchi guruhdan boshlab guruh sardorlari barabanni aylantirishni boshlaydi. Ya'ni u yerda chiqqan raqamlardagi savollarni bu yoqda ekrandan ochib ko'rsatamiz. Ya'ni birinchi raqam. Birinchi guruh savolni o'qinglar. Maqsadlarni Taqdirlash vaqtiga keldi. Ular bugungi intellektual musobaqamizni 3-o'ringa ega bo'lgan o'quvchilarni tabriklaymiz. Demak, bizlarda Bristol guruhini
o'quvchilar Elyan va Samirani tabriklaymiz. Xuddi shunday Firuzxo'jayeva